Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Jetour XL'lik avtomobilimizni proponosiga olib qoldik. Qo'yilgan jihozlar bilan tanishib chiqamiz. Miya boshqaruv blogi Avansi 32 ga 4. Reduktorimiz Tomasetti Nordic original, ko'rishingiz mumkin. Injektorimiz Real Italianskiy original. Bunga qo'shimcha 4 ta Jigulor qo'yapmiz kollektoriga. Gaz porshunga alohida yetib borish uchun. Orqa qismimizga esa, xudo xolasa, elektrolitlik balonimizni o'rnatib beramiz chiroyli qilib. Kech bo'lishiga qaramasdan mashinamizni tugatib oldik. Miya boshqaruv blogimizni bu yerga o'rnatib berdik. Qo'shimcha mumkin boltlarga qotirilgan holatda tushib qolmaydi. Injektorimizni ham partiyasiga qo'ydik. Shlankalarimiz haqimiz original, chiqarmaslik uchun original xomtadan foydalandik. Elektrimizni ichkariga qo'ydik. Krishkasini ham ko'rishingiz mumkin. O'ta ideal bo'ldi. Yo'qda esa kompyuter jarayonlari ketmoqda. Zapravishning joylarini bamperda orqasiga qo'yib berdik. Mana mumkin plankalarga qotirilgan va termoturkudan foydalanilgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz. Avtogaz 727 ga murojaat qilishingiz mumkin.